Assalomu alaykum. Ko'plab mijozlarimiz qaysi model yaxshi sotilayotganini bizga yetib turing deyshadi. Shuning uchun sotilayotgan modellarni obzor qilamiz. Bugungi kunda sotilayotgan modellarimiz Samsung A17 telefonlarimiz 4G128, 6G128, 8G256, A27 modellari ham bor azizlar. Redmi'dan eng ko'p sotilayotgan modellarimiz planshetlar hisoblanadi. Bugungi kunda planshetlar hamma o'qishga, bularni hozirgi kunda juda ham talabgir bo'lib turgan modellar planshetlar. Undan keyingi modellarimizda Honor modeli juda ham chempion model, yaxshi sotilyapti. Batareykasi hali buni eng kuchli bo'lib turibdi bugungi kunda. Honordan keyingi sotilayotgan telefonimiz Poco X8 Pro. Bular hammasi gaming telefonlar. Mana Note 14 Pro, Note 14 Pro Plus hammasidan bor azizlar. Mana bunaqa China versiyalari ham kelgan. Aziya versiyalarida bularda mana Mate bo'ladi. Ya'ni bu modelda Perfecton SIM karta ham o'qiydi. Ochilmagan upakovka A37, 57, M17Y, A11 modellari hamda Redmi Pad 2 907 modellari. Bular ham sotuvda bor azizlar, buyurtma bersanglar bo'ladi. Do'konimizni kuzatib boringlar. Instagram hamda Telegram kanallarimizga ham o'tib olsanglar, xudo xolisa narxlarni e'lon qilib boramiz. Kimga shunaqa arzon narxlarda kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar, obuna bo'lish esdan chiqmasdan, qo'llab-quvvatlash har doimgidek sizlardan bo'lib tursin.